Futbolda hamma o'ynagani bilan golni hamma ham urolmaydi. Hammasi baraka qilganlar stadion qilolmaydi. Anvar akani stadionini obzorni qilib beramiz. Nechaga joyga tushgan? 24 ga 44 joyga Bu chiqdi. stadion necha joyga bo'ladi? O'zi 22 ga 42, 40 ga 20 standartlari. Qadrdon tomoshabinlar 25 ga 45 joyingiz bo'lsa, mini stadion qurdirsangiz bo'ladi. Nima ishlar qilingan bu yerda? Bu yerda noldan tadqiqlish topshirganmiz. Hamma betonidan boshlab polni gazonigacha. Zaspga beton, gazon, atrof figura bo'lgan, balandligi 12 metr, eni 24 metr, konteyner temirda bo'lgan, konteyner temirning afzalliklari ikkita tomonida ham kraskasi bo'ladi, 1.8-2 mm stenada bo'ladi. Qadrdon tomoshabinlar, necha pulga bitgan aka bu? 530 million. 530 millionga bitgan. Yana nima ishlar qilamiz? Ya'ni podproyekt asosida, chizma asosida mini stadion quramiz. Gasinga javob beradigan, ekraningizdagi raqamlarga aloqaga chiqqan holatda mana bunday stadionlardan foydalansangiz bo'ladi.